Chester brendini boshlig'i bergan sovg'alarni sizlarga raspakovka chek qilib bermoqchiman. Buning ichida rosa ko'p narsalar bor. Birinchi bo'lib hammani e'tiborini tortgan va shu narsa haqida gaplashamiz. Bu Chesterning yangi liniyasi, ya'ni matchali nabori. Buning ichida ko'rib turganingizdek hamma narsasi bor. Mana uni qaranglar, shunaqa narsa ham yasab berishdi. Wow, buni endi devorimga osib qo'yaman. Va yana shunaqa paketchada har xil kosmetikalar berishdi. Buning ichida nima borligini hali ko'rmadim. Birgalikda obzor qilib chiqamiz. Kosmetika qaranglar, kattagina, keyin kichkina kosmetikasini ham solib qo'yishibdi. Va ikki xil ruchka, bittasi rozovoy ekan, bittasi qizil. Mana qaranglar, ikkita kichkinagina brilokcha, bu kushon emas. Va yana ikkita shunaqa rumyani. Yana bitta brilokcha bor ekan, qaranglar, 3 ta brilokcha bor ekan. Wow! Va yana ko'pgina rumyanalar bor ekan. Rangini qaranglar, har xil rangdan rumyana berishibdi. Har xil rangdan pomada ham berishibdi. Wow, mana bu qaranglar, ranglarini chiroyliligini. Buncha pomadani men nechil ishlataman. Kelinglar, bittasini ochib sizlarga ko'rsatib beraman. Shunaqa rangdagi. Bu ham kushonga o'xshagan ekan, qaranglar. Men qaranglar, ichida shunaqa kichkina narsasi bor ekan. Bitta barmoqinglarga taqib olasizlar. Shu. Menimcha buni bosganda chiqargan rangi. Shuni qilib ishlatsanglar bo'lar ekan. Menga mana shu rangingiz ko'proq yoqyapti. Juda anaqa ekan, chereshni ekan. Wow, men bularni hammasini qachon ishlatib bo'laman?